Opa, men farzandimga kecha metrika olib ketgandim. Uyga borganimizdan keyin adam xafa bo'ldilar. Men aytgan ismimni qo'ymabsizlar deb. Endi ismini o'zgartirmoqchi bo'lsak, pasport olgunicha kutib turishimiz kerakmi yo birorta yo'li bormi? Albatta, buning yo'li mavjud. Ya'ni oila qonunchiligimizga ko'ra va normativ hujjatlarimizga ko'ra dalolatnoma yozuvlariga o'zgartirishlar, tuzatishlar va qo'shimcha kiritish orqali ushbu harakatni amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni bunda turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda dalolatnoma yozuviga bolaning ismini o'zgartirish yuzasidan ariza taqdim etishingiz mumkin. Ushbu arizada bolaning ismini qaysi ismga o'zgartirish kiritish hamda uning sabablarini keltirib o'tishingiz lozim bo'ladi. Dalolatnoma yozuviga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi ariza FHDYO bo'limiga kelib tushgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida ko'rib chiqiladi va o'zgartirish kiritib beriladi.